Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Usuniy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Kanalimizning asosiy qismini haydovchilar tashkil etganligi uchun ushbu ma'lumotlar sizlar uchun 100% lik kerakli ma'lumot hisoblanadi. Marhamat, videoroligimizni ko'rib tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lib, videoroligimizga like bosishni unutmang. 2025-yilning fevral oyidan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun belgilangan jarimalar miqdori juda ham sezilarli darajada oshirildi. Lekin aynan qaysi qoida buzarlik qanchaga oshirilganligini aksariyat haydovchilarimiz bilishmaydi. Biz bu videoroligimizda sizlarga ushbu ma'lumotlarni iloji boricha to'liq yetkazishga harakat qilamiz. Odam tashish qoidalarini buzish 750 ming so'm. Svetoforni qizil chirog'iga bo'ysunmaganlik esa 1.125 ming so'm. Yuk tashish qoidalarini buzish 3.750 ming so'm. Quvib o'tish qoidalarini buzish 1.125 ming so'm. Gaz ballonni akta bo'lmasa 1.875 ming so'm. Texnik ko'rikdan o'tmagan mashinani boshqarish esa 750 ming so'm. Haydovchilarni avtotransport vositasi piyodalar yo'lakchasidan harakatlantirish yoki piyodaga yo'l bermaslik 375 ming so'm. Davlat raqamini o'zboshimchalik bilan yechib qo'yish yoki davlat raqamini soxta raqamga almashtirish 18.750 ming so'm. Belgilangan tezlikni 20 km-gacha oshirish 375 ming so'm. Belgilangan tezlikni 20 km-dan 40 km oralig'ida oshirish 1.875 ming so'm. Belgilangan tezlikni 40 km-dan 60 km/soat oralig'ida oshirish 3.375 ming so'm. Ushbu belgilangan tezlikni 60 km-dan ko'p bo'lgan holatlarda 5.625 ming so'm etib belgilangan. Belgilangan chiziqlarga amal qilmaslik uchun, ya'ni polosani bosganlik uchun 375 ming so'm. Sug'urta polisi 375 ming so'm. Hujjatsiz boshqarish 1.875 ming so'm. Qayta jihoz 1.875 ming so'm. Guruh bo'lib harakatlanish 1.875 ming so'm. Hujjatlarni yonida bo'lmaganligi uchun 375 ming so'm. Endi esa yo'lda o'zini qirol deb biluvchi bezori haydovchilar uchun qo'shilgan yangi qoida, ya'ni yo'l bezorligi 9.375 ming so'm. Yo'l belgilari 375 ming so'm. Telefondan foydalanish 1.125 ming so'm. To'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish 750 ming so'm. Avtotransport vositasini ayaqda turolmaydigan holatda boshqarish, ya'ni transport vositasini mast holatda boshqarganlik uchun 15 million so'm. Xavfsizlik kamaridan foydalanmaslik 375 ming so'm. Ruxsatsiz tonirovka tortganlik uchun 9.375 ming so'm etib ushbu jarimalar belgilandi. Hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agar videoroligimiz siz uchun manfaatli va kerakli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoroligimiz uchun bir dona like tugmachasini bosib ketishni unutmang.